Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Har birigizga Alloh Taolaning salami, rahmati va barakati bo'lsin. O'zingga vaqt topirga tirish, o'zingning salomatligingga, o'zingning taningga ham o'zingning joningga. Shu ikki aybirga vaqt topirga tirish degan statyaga men top bo'ldim. Shunga ko'ra bik durust aytilgan. Biz yugurib yurib, dunyoni quvib, ishda ko'p yugurib yurib, tanlarimizga, jonlarimizga nikdir e'tibor bermay boshladik. Ammo lekin kiyimga e'tibor bergan kebek, shu tanimizga da, jonimizga da biz e'tibor berishga tiyishmiz. Ham kishi bit buning uchun qiyomat kunida so'ralashaq. Alloh Taolo aytashak, men berdim senga salomatlik, men senga berdim shunday tan. Nega sen uni saqlamading? Bizning tanimiz ul bizning amanat, bizga amanat etib berilgan. Ham biz onun uchun so'ralashaqmiz. Jon ichida biz onun uchun da so'ralashaqmiz. Shista sening bo'ldimi, pok bo'ldimi, qop-qora bo'ldimi ul? Onun uchun javob qaytarashaqmiz. Ham endi mana shu self-help kitoblarini o'qib, саморазвитие, личностный рост bo'yicha kitoblarni o'qib, biz negadir gil yuguramiz, produktiv bo'lishga tilaymiz. Ham shuning bilan mana shu aybirlarni yo'qotamiz. Salomatligimizni, jon tinchligimizni da yo'qotamiz. Bo'la olmaymiz, mana bunisi kerakroq deb. Ham shunga ko'ra kishi turli qayg'ularga beriladi. Hatto mana yozalar qo'y bir vaqtda sizda shulay bo'ladimi deb tege yol itiraga bir qo'ya borasan. Ham gildi boshda o'ydi bir kritik deydi. Nega sen menda bording, mana bir narsa ishlay olgan bo'lar eding, nega sen ishlamaysan deb tege ko'brak ishlarga deb shunday bir ishdan shunday bir aybir o'tira deb yozuvchilar bor mana. Ул ilta kishini depressiyaga, stressga, tege o'zini bek ideal ko'rishga tilab endi. Ammo lekin endi olay bo'lib bo'lmay, kishiga solingan albatta qalbina, shu jonina ideal turmushqa, oshqinuga. Ammo lekin u bo'lajak jannatdagina. Shuni aytishga kerak, mana buning bilan endi men sizning bilan sizga da aytasim kela. Bir o'qituvchi bor, institutda o'qiganda bor edi. Men o'qiganda ul bizga aytaydi har vaqt, bor aham, ham bor muhim ayber. Bor ahamiyatlisi, ham bor muhimi. Boshda endi ahamiyatlisini ishlaymiz bit. Anarisidan muhimin. Shunga ko'ra bo'la bilirga kerak. Mana produktiv o'zingning kuningni o'tkarish uchun. Ikkinchisi, kullu bunu adama xatta va khayrul xatta'in at-tawwabun. Har bir odam bolasi yolg'ishuvchan, eng xayrli yolg'ishuvchisi shul kim tavba etadi. Innal insana xuliqa da'ifa. Durustlikda kishilar bor qilindi, zag'if etib deb aytaydilar Qur'onda. Shunga ko'ra bir qayda yolg'ishding ekan, aning ziyoni zarari yo'q. Tavba etdi ixlos ko'ngildan, ham ko'proq ezguliklar ishlarga tirish. Shul vaqtda inshaalloh endi yaxshi yoqqa o'zgararsan. Shunga ko'ra endi bu aybirlar uchun biz so'rashaqmiz. Salomatlik uchun hadisda da aytiladi bit. Siz so'ralarsiz de, ikki ne'mat bor. Qaysinin kishilar qadrini bilmaylar. Birisi ul salomatlik, ikkinchisi ul bo'sh vaqt. Mana shuning uchun biz so'rashaqmiz. Shunga ko'ra tanimizga, jonimizga bek zo'r e'tibor berishga kerak. Hali mana shunday bir nida video yozma qaragan edim. Anda aytila, kelib jetashak deb shunday vaqtlar qachon уже kishi dunyo ortidan yugurmayacak, jon tinchligi izlab yuracak deb yozilgan endi. Mana bugun da endi naqshlaydir. Kishi izli tinchlik, kishi izli rohatlik.